Hörmətli radio anlıqçılar, əmdi Nurali ablasının bir yılınızdaki 8760 saat namlıq əsrinin davamını anlatırız. Tunuş bo'lgan bu ikki hikoya va boshqa biz biladigan nurg'un utuq qozonqushlarning hikoyasi shundoq bir haqiqatni dalillaydi. Izchillik muvaffaqiyat demakdir. Izchillik muvaffaqiyat demakdir. Buni hamma odam biladi. Ammo 90% odam dal mushu yo'lda yiqiladi. Mening sahrolik bir saboqdishim bor edi. To'liqsiz o'tirda ingliz tili o'qituvchisining chingilisini yaxshi o'rgangandan keyin shaharlik nuqtaliq o'tir maktabga o'qishga kirdi. Maktabga yangi kirgan chog'da ingliz tili qizg'inligi yanada nihoyat kuchli bo'lib, ingliz tilida kitob o'qish kursiga aktivlik bilan a'zo bo'ldi. Ingliz tili munoziralariga qatnashdi. Bir qatimliq ingliz tili parangida ko'pchilik to'liq o'tir o'quvchilari muhabbatlashsa bo'lamdi yo'q degan temada munozara qilishgan edi. Mening bu saboqdishim o'ziga nihoyat ishongan holda fikr bayon qildi. You know, I haven't, fallen in love before, but. U shundoq kekashtab yurib, bir jumla gapni qilib bo'g'icha 4-5 qitim you know deb bo'ldi. Shuning bilan uning yanida turgan chiroyli qiz saboqdash qilch yuz xotir qilmasdilla, uning gapining beliga tepib, I don't know dedi. Saboqdishim atrofdagilarning kulgisini zo'rg'a besib turgan holatiga qarab, o'zini qo'yg'idek yer topolmay qoldi. Shundan keyin u beshini cho'kirib so'zlik yodladi. Jumla shakllarini yodladi. Yiziqchi imtihonda natijasi yaxshi bo'lmasa-mu, ingliz tiliga bo'lgan qiziqinligi va ishonchi biroq yo'qolib ketdi. Oliy maktabni bitkizgandan keyin u bir korxonaga kirib ishladi. Garchi texnik xodim bo'lsa-mu, yanada ingliz tilida so'zlashga to'g'ri keladi. Shuning bilan u saboqdishim ingliz tilini qaytadan o'rganish planini tuzib chiqdi. Lekin faqat 2 hafta davomlashtiribla ingliz tilini bo'ysundirish plani mag'lub bo'ldi. Nurg'un qatim plan tuzgan bo'lsa-mu, har qatim turli sabablar bilan voz kechdi. Mashq qilishni har kuni to'xtatmay davomlashtirsa, boshqalar oldida qo'rqmasdan ovozini qo'yib berib so'zlab bersalar, Aman bir kuni ingliz tilini ravon so'zlayoladiganligini umib biladi. Shuni u har xil usullarni sinab baqdi. O'rganish guruhlariga qatnashdi. O'zini jazolabmi baqdi. Shuncha tirishgan bo'lsa-mu, muvaffaqiyatning qarsini ko'rolmadi. Faqat mening bu saboqdishimni emas, izchillashtirish, qat'iy davomlashtirish yo'lida yiqilgan nurg'un odamlar bor. O'ruqlamoqchi bo'lganlarni elib esaq, o'ruqlashning har xil sirliq reseptlarini tepib keladi. Qarmoqqa mukammal planni tuzib chiqadi. Ammo ko'pincha odamlar yarim yo'lga kelganda yanada bal qo'yib yetadi. Tamaki tashlamoqchi bo'lganlarga o'xshash. O'ziga va do'st-yorlarga bu qitim cho'qim tashlab yetadiganligini aytadi. Yenidagi tamakilarning hammasini cho'rib tashlab, atrofidagi kishilarga endi qat'iy qarorga kelgandek tuyg'u beradi. Lekin uzoq o'tmayla yana chekidi. Biror yangi mahoratni o'rganmoqchi bo'lgan odam har xil materiallarni setib olib, kunda manchibat ko'raman, manchilik mashq savol ishlayman deb vazifa bekitib oladi. Lekin bir qancha bat ko'rib, kitobni bir chak tashlab qo'yib, to'pi bostirib etadi. Nurg'un odamlar izchillashtira olmasligining sababini o'zining irodasizligidan deb o'ylaydi. Shuni o'ziga yetarli iroda to'plash uchun har xil amallarni sinab boqadi. Xizmatdoshiga 200 yuan pulni tutqizib, agar men 2 hafta ichida go'sht yeydigan bo'lsam, bu 200 yuan umumning bo'lib ketadi deydi. Agar marojin yeb qolsa, o'zini 5000 metr yugurish bilan jazolaydi. Hujursiga sen cho'qim g'alaba qilasan. Sening nishoning 45 kilogramm. Axlat yemeklarni qalaymaqan yema. Darhol chiniqil chiq degan xatlarni yezib choplab oladi. Lekin mag'lubiyat hamon mag'lubiyat.
Әң ақырда барлық usullarni sinab baqqandan keyin yanada qarab turib voz kechidi. Ondan o'zining irodasizligidan og'rinadi. O'ruqlashda mag'lub bo'ldim. Men irodasiz. Tamaki tashlashda mag'lub bo'ldim. Men irodasiz. O'ginishda mag'lub bo'ldim. Men irodasiz. Bir umr irodasizligidan og'rinib o'z-o'ziga yetkish uvol qiladi. İradenin uzcati nomli asarda avtor mundaq deydi. Natijaga ta'sir ko'rsatgani irada emas, balki ilm. Psixolog Walter Mischel ishlagan mashhur bir tajribani balkim anglagan bo'lishingiz mumkin. Tajribada bolalarga mundaq ikki xil tanlash berilgan. Biri, hozirlab bir tal paxta kamputni elib ketsa bo'ladi. Yana biri 15 minut saqlasa, ikki tal paxta kamput beriladi. 20 yillik iz qo'qlab tashirishdan ma'lum bo'lishicha, o'z vaqtida 15 minut saqlab, ikki tal paxta kamputga erishishni tanlagan bolalar har qaysi taraflarda saqlab tura olmagan bolalardan ustun turdi ekan. Buningdan izoh turishni osonlikcha rad qila olmaydigan kishilar osonla mag'lub bo'ladi. Buning negizlik sababi irodaning ojizligi deb yakun chiqarilgan. Change Anything'ning avtori bu tajribani takror ishlagan. Boshda aran 30% bola 15 minut saqlab tura olgan. Keyin avtor tajribaga ozroq tangshash kirgizib, tajriba boshlanishdan burun bolalarga diqqatini boshqa ishlarga qaratib turish degandek ba'zi tadbir choralarni o'rgatib qo'ygan. Natijada 15 minut saqlab tura olgan bolalarning nisbati 50% ga yetgan. Ko'pincha hollarda planimizda ching tura olmagandan keyin oddiy ham to'mtoq holda o'zimizni irodasi ojizga chiqarib etib, bir tarafdan o'zimizga qattiq nafratlansak, yana bir tarafdan menga amal yo'q o'xshaydi deb o'ylaymiz. Amaliyotda har qanday odamga nisbatan aytganda, odamning irodasi zehni quvvatga o'xshashla cheklik bo'ladi. Izchillik orqali muvaffaqiyat qozonishda irodaga tayangandan boshqa, shunga munosib holda to'g'ri usul va tadbir bo'lmasa bo'lmaydi. Mushu usullarni egilagan chog'dalar g'alaba qilgan 10% odamning qatoridan o'rin ola olamiz. Agar izchillik orqali muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, bu ishni qattiqroq ishtirib echingda keyingi bobga o'ting. Ikkinchi bob. O'zingizni korxonadek boshqaring. Dünya ana shundoq. Oshu arzimas odamlar, o'zlarining arzimas odamga aylanib qilishiga imkon bergan odamlarga bu dunyoda o'rin yo'q. Nil bor. Nishonsiz bo'lsangiz, qirdan oshmaysiz. Hozir qo'lingizdagi hamma ishni to'xtatib, larzan musiqidan birini qo'ying. Ondan menga agishib, tasavvuringizni qanotlantiring. Ahamiyatli ishdan birini qilaylik. Hafta oxiridagi go'zal bir atlaganni tasavvur qiling. Soat 9:10larda uyg'ondingiz. To'limi yengil o'rningizdan turdingiz. Quyosh parlab chiqqan bir kun edi. Derazni ochib, sap havodan erkin nafas oldingiz. Ko'z oldingizda bir parcha yeshillik. Bugun shanba. Ishqi bormisingizmi bo'ladi? Bugun sizning hech qanday qimingiz yo'q. O'rningizdan turgandan keyin yaxshi ko'radigan odamingiz bilan yoki oilangizdagi biri yoki siz yaxshi ko'radigan u bilan bellashtı qildingiz. Eng omroq tamoqingizni yedingiz. Endi ishkinglar billa sayliga chiqmoqchi. Ishkinglar billa mashinliq yo'lga chiqdinglar. Shahar sirtining muhiti tinch ham go'zal bo'lib, tush ko'rgandek rangdor bir dunyoga berib qoldingiz. Uzoq o'tmay Yevropacha uslubda silingan oq ranglik yog'och uyning oldiga kelib qoldinglar. Uy ichida odamlarning qarisi ko'rindi. Sizlar kirib ko'rib beqishni qaror qildinglar. Uyga kirib, hayotingiz bilan munosabatlik barliq kishilarning borligini ko'rdingiz. Ota-onangiz, do'st yaranlaringiz, saboqdoshlaringiz, hammasi shu uyda. Hayron qoldingiz. Lekin ular sizni ko'rmagandek qiladi. Ular eg'ir besiqlik bilan paranglashib o'tiradi. Ular bilan salomlashishni o'yladingiz. Lekin ular sizni ko'rmagandek, gaplaringizni anglagandek qiladi. Shuning bilan bir chetda jimjit qarab turdingiz. Birdamdan keyin hammaylar o'ltirib, navbatlashib oldiga chiqib gap qildi. O'ylaganlarini o'tirg'i qo'ydi. Ularning gapini zang silib anglamadingiz. Faqatla qiziqish ilkida qarab turdingiz. Bir hazordan keyin hech kim munbarga chiqib gap qilmadi. Shuning bilan sizmi oldiga chiqib, o'ylaganlaringizni aytmoqchi bo'ldingiz. O'rningizdan turdingiz.
Gerçi ciddileşken bolsanızmı yanına oldığınızga qarab mağdınız. 1 qadam, 2 qadam, 3 qadam, 4 qadam, 5 qadam, 6 qadam, 7 qadam. Dal 7-chi qadamda munbarga chiqdingiz. Ular tarafga burilib, cho'nqur bir tinib olgandan keyin ko'nglingizga gaplarni demoqchi bo'ldingiz. Әмділі еғіз ажайлап тұрғанда, оң тарапыңыздығы бір үстәлге қойылған яғаш құтыға көзіңіз түшіп қалды. Ой, бұл немі құтыды? Башта диққат қылмаған екенсіз. Оны ечеп, ішіде немі барлықыны көріп бақмақчы болдыңыз. Құтыны ашмақчы болып тұрғанда, құты үстіде өзіңіздің раңсыз суретіңізді көріп қалдыңыз. Бешіңізді көтеріп қарап, сізге отап езілған матәм сөздеріні көрдіңіз. Şundaq, bu dal sizning dafn murosimiz. O'qib mush yerga kelganda, kitobni xato ilib qoldimmi nima? Odamga ilhom beg'ishlaydi deb sotgan kitob qandoqsiga qo'rqinchli hikoyaga aylanib qoldi, deb o'ylab qilishingiz mumkin. Lekin agar boya mush manzil ichiga haqiqiy kirgan bo'lsangiz, ruhiy poklanishga o'xshab ketadigan bir jarayonni boshdan kechirgan bo'lishingiz mumkin. Bu chet-ellardan moda bo'lgan qabristonlikda davolash usulining bir halqasi. To'xtab qolmang. Siz hali ham dafn murosimida. Bu 50 yil, 60 yil, ehtimol 100 yildan keyin ish qilib hamon keladigan bir murosim. Azaldan bir odam dunyoga to'ralgan osh minutdan boshlab o'lim safariga yo'l olgan bo'ladi. Hech qanday odam o'limdan iborat bu muqarrar qismatdan qochib qutula olmaydi. 1987-yili Amerikalik tanlıq yazğıcı Lamont Cafill o'pka rakiga giribdor bo'ladi. Shundan keyin u oxirgi parcha nomliq eng oxirgi bir parcha she'rida mundaq yozadi. Sen bu umringda erishdingmi izlaganlaringga? Darvaqa men erishdim. Undaqda sen nima izlading? O'zingni qadrlab deb chaqirishni. O'zimning bu dunyoda suyulgunimni his qilishni. Bu she'r Cafillning qabri teshig'i o'yilgan. Shundaqla Qush odam nomli kinoning muqaddimasi. Lamont Cafill o'lish oldida o'zining suyulgan bo'lishini, birovlarning qadrli odami bo'lishini eng orzu qilgan. Undaqda biz-chi umrimizga chekit urilgan shu paytda bir umrlik hayotimizni qanday xulosalaymiz? Boshqalarning bizga qanday shaklda motam tutishini umid qilamiz. Men bu haqda ko'p qatim o'ylanib baqqan. O'quvchilarim bilan bu haqda fikrlashib baqqan. Har xil javoblarni angladim. İngilizcha ismi William bo'lgan jungolik bir o'quvchining ayoliga nisbatan yaxshi er bo'lish, bolalarga nisbatan yaxshi ota bo'lish, jamiyatga nisbatan yaramli odam bo'lish, o'ziga nisbatan ormonsiz ketish ekan. 14 yoshlik bir o'quvchining qilgan bu gaplari meni hayron qoldirdi. 15 yoshlik yana bir o'quvchining javobi meni texim hayron qoldirdi. Mening o'limim bir davrning oxirlashganligi bu bo'lishini orzu qilaman. Hammamiz bu dunyodan ketamiz. Mening qarashimcha hayotning ma'nosi navbatdagi har bir minut, har bir talishimizni o'z ichiga olgan bo'ladi. Agar ata hayotingizning eng oxirgi bir kuni bo'lib qolsa, siz yanada hozir qilayotgan ishingizni qilamtınız? Bu dunyodan xotirjam ketalamsiz? Bu savollar ilgirki chog'larda men uchun faqatla bir xil tasavvur edi. Otamni yerlikka qo'ygandan keyin bularning to'limi real masalalar ekanligini his qilib yetdim. Otam men oliy maktabni bitkazishga 15 kun qolgan chog'da olamdan o'tdi. Bu umrimda eng afsuslanadigan ish otamning vaqtsiz o'limi. Texmi afsuslanarlik yeri shuki, ko'nglimni ifodalashga mohir bo'lmaganligim uchun uni hurmatlaydiganligimni, uni yaxshi ko'radiganligimni biror qatim aytmagan ekanman. Uni obdonroq tushunib beqishni azaldan o'ylab baxmagan ekanman. Otamning nima ishlarni qilganligini, boshqalarning uniga qanday baholanib berdiganligini bilmaydim. Uning namozini Qashqardagi asli yurtimizda tushirdik. Gerçi mahalladan ayrılğalı xili ko'p yillar bo'lgan bo'lsa-mu, yanada 400 dak odam keldi.
nurg'un dehqonlar orliqni yiroq ko'rmay otamni oxirgi bir qatim uzitib qo'yish uchun yetib kelishdi. Otamning bu umrida shuncha ko'p yaxshi ishlarni qilganligini shulardan bildim. Hatto otamning tuyuqsiz qazo qilishimi ularga yordam qilish uchun bo'pti. 2011-yili 6-oyning 14-kuni kecha otam boshqa 7 nafar xizmatdoshi bilan Shinjang Qo'rg'os noyisi Sandixo'zi yesida quyosh energiyalik yo'l chirog'ini tekshirayotgan ekan. Yo'l chiroqlari texi yangi o'rnatilgan bo'lib, bundan burun bu rayonda yo'l chiroqlari bo'lmag'achqa, kechasi yo'l qop-qorong'i bo'lib, mashina haydash xatarlik ekan. Piyoda manganlarmi hech narsani ko'ra olmaydi ekan. Otam hayot vaqtida fan texnika nazoratida ishlaydi. U o'z tirishchanligi bilan savdogar chaqirib, mablag' to'plab, yezlarga nurg'un turmush aslahalarini o'rnatib bergan. Bu yo'l chiroqlarimi shularning biri ekan. Kech soat 11 da qop-qorong'i ko'chada yo'l chiroqlari yenib, xo'shallik nurini chechibdi. Dal shu chaqda 19 yoshlar chamisidagi motosiklet mingan 2 yosh 90 kilometrlik surat bilan kelib, odamlar to'piga usib kiribdi-da, udur berib, yo'l chiroqlarini tekshirayotgan otamga so'qilibdi. Ko'pchilik otamni darhol doktorxonaga elib beribdi. Doktorlar shuncha tirishgan bo'lsa-mu, og'ir yaralangan bo'g'ashqa amal qila olmabdi. Otam shu yotgancha qayta o'rnidan tura olmadi. Otam hayotligida qilgan bu ishlarni bilmaydim. U mening nazarimda ochiq yomon, qattiq qo'l, hatto biroz qo'pol odam edi. Ammo shu ishlardan xabar topgandan keyin otamning to'limi ahamiyatli yashaganligini his qildim. Turmush kitobga o'xshaydi. Ahamiyati uzun qisqaligida emas, mazmunida. Gerçi biz o'xshamagan yo'lda mangan bo'lsaqmi, o'zim tanlagan mushu yo'lda otamning chiriqini mangu o'chirmasam deyman. Odam o'z hayotining qachondan boshlanganligini biladi. Ammo qachon oxirlashganligini qat'iy bilmaydi. Ehtimol kelar oy, balkim ata, balkim keyingi bir daqiqa bo'lib qolishi mumkin. Shu kun yetib kelgan chaqda men ahamiyatlik yashab o'tdim deyiladiganlar qanchalik? Shunda o'ylayman. Navoda mangulik uyquga ketgani otam bo'lmay men bo'lib qolgan bo'lsam, kishilar menga qanday baholan berishi mumkin edi? Ular balkim Beijingda o'qiydigan bu yigit vaqt o'lib ketdi. Uning hayotidagi birdan bir natijasi imtihonda yuqori numr ololmaydiganligini isbotlab bergani bo'ldi. U qobiliyatli edi, lekin faqat o'zining xiyoli bo'yicha ish qiladi. Uning qaltis talanti turib, dunyoga hech narsa qoldirmadi degan bo'ladi. Men bu dunyoga qoldirg'uning ana shulardan iborat bo'lib qilishini hargiz xohlamaydim. Otamning o'limidan keyin o'zimni o'zgartirishga bel bog'ladim. Yaqinda Ungidor do'stlar chambarigida bir xil abtor qilib yurdi. Uningda do'stlarimiz sizga bo'lgan bahosini nomsiz yozib qo'ysa bo'ladi. Sinab baqsangiz bo'ladi. Boshqalarning nazaridagi siz tasavvuringizga sizga faqatla o'xshamaydiganligini bayqaysiz. Agar o'yingizda shundoq baholarga erishishni xohlamasangiz, hozirdan boshlab o'zingizni o'zgarting. Dengizda ketayotgan kema uchun eng qo'rqinchli bo'lgani qora bo'ron yoki g'alati maxluqqa uchrab qolish emas, balki tarafni yitirib qo'yish. Agar tarafni, yo'lni yitirib qo'ysangiz, qayoqqa mansangiz shamolga uchraysiz, yo'lingiz tugmaydi. Yo'lni yitirib qo'ygan kema mangu qirg'oqqa chiqolmasligi, umidsizlik ichida tamtirab yurishi mumkin. Bundaq azobning cheki bo'lmaydi. Nilbor Daryo Agimi nomli asarda yozganidek, dunyo ana shundaq. O'sha arzimas odamlar, o'zlarining arzimas odamga aylanib qilishiga imkon bergan odamlarga bu dunyoda o'rin yo'q. Yo'linishimiz bo'lmasa, nishonimiz aniq bo'lmasa, hamon bir doirada cho'rgilab yurasiz. Shuncha ko'p yoshlarning tamtirab yurishi, qaymoqib qilishi yo'linishni topolmaganligi, nishoni aniq bo'lmaganligi uchun emasmi? Har qanday bir masalani hal qilish uchun bir baldoq ustiga chiqish kerak. Odoqli masalaning javobini topgan chig'imiz hayotimizda minishga tegishli tarafni topgan vaqtimizdir. Hayotimizning har bir o'tkilidagi asosli rolimizni bilib oling.
Nur xizmatni jinida ko'rdigan odam. Hammadan boldiri ishga chiqadi. Hammadan keyin ishdan tushadi. Hatto oxirida boshlig'i talab qilmagan taqdirdami aktivlik bilan ismina qo'shib ishlaydi. U vazifani tamomlash uchun butun kuchi bilan tirishadi. Hamma ishda namuncha bo'lmoqchi bo'ladi. Maktabda o'qiyotgan chog'dimi har qitimliq imtihonda birinchi bo'lishini ko'zlaydi. Uning qalasidan o'tmaydigan yeri shuki, shuncha jiq ishlarni qilgan bo'lsa-mu, lekin hech kimni rozi qila olmadi. Butun vujudi bilan ishlab, do'stlari bilan kori bo'lmadi. Texmi yomon bo'lgani hadisa og'rib qilib, kasaldan neri bo'la olmadi. Hatto xizmatda o'sish fursati kelsa-mu, boshqalar tatib oladi. U borgancha g'anqirab qilishga boshladi. Shuncha tirishgan tursam, nimishqa boshqalarning e'tirof qilishi va tushunishiga erishamayman? Eli muhabbatni jondan aziz ko'rdi. Hamisha qiz do'stini o'ylaydi. Uning atrofida doim parvona bo'lib yurdi. U mushunda qilish orqali o'zining majnunlarcha muhabbati orqali qiz do'stini ta'sirlantirib, uning mangulik hamrohiga aylanishni o'ylaydi. Lekin u shuncha qilsa-mu, qiz do'sti hamon uningdan rozi bo'lmaydi. Burun nagi bo'lsa keyniga kirib olgan odam mana endi hadisa putoq topadigan, putoq izlaydigan bo'lib oldi. Ali og'in darshiqni hammadan muhim biladi. Do'sti eg'iz ichib bo'lguncha unib bo'ladi. Do'stlari qiyinchilikka uchrasa, birinchi bo'lib yordam qiladi. Xizmat yoki orom olish vaqtiga ta'sir etgan taqdirdimi, har qanday do'stlar yig'ilishiga cho'qim boradi. O'zini dunyodagi do'stlikka eng yaraydigan odam deb o'ylaydi. Lekin u do'stlari uchun yurak bag'rini yarg'udak bo'lgan bilan do'stlari un chiqib ketmaydi. Uningga toza e'tibor bermayotganday qiladi. Bu ish uning qalasidan o'tmadi. Vafoga jafo qiladigan nimalar bu? Nimishqa bunday qiladi? Nur, Eli, Ali. Uchining masalasi hammamiz yo'liqib boqqan masala bo'lishi mumkin. Amaliyotda bu uch odamning hammasi men, Nur Ali. O'xshamagan bosqichlarda yo'liqqan ahvollar. Odam turmushda har xil rollarni oladi. Yoshning cho'yishiga ergishib, rol bag'anch ko'paydi. Bolaligimizda, g'amsiz sabiy chog'larimizda umoq bolaning rolini olsaqlab bo'ldi. Eg'izimizda ossaqla tamoq soladigan, qo'limizni ko'tarib bersakla kiyim kiydirib qo'ydigan odam bor. Hech qanday ishdan g'am qilmasaqmi bo'ladi? Bu chog'da davlatning ishi, elning g'imi deb yursak, boshqalarning nazarida g'alati baliq aylanib qolamiz. U vaqtlarda oladigan rolimiz mu nihoyat oz. Tabiiyla bismi nihoyat kichik bo'ladi. Nur Ali obizning Şinjan Pan-texnik nashriyati nashr qilib tarqatgan bir yilimizdagi 8760 soat nomli asarni mush yergacha anglatdik. Davomini ati anglaysizlar.